Tunigan bo'lsa lamponing iqini o'yitishni o'rgatdim. Bugun bo'lsa mana lamponing jesini, ya'ni lamponing tengini yasashni o'rganamiz. Shunga mush salonni davomli qo'shib elinglar. Do'yinda yo'llanib bo'lmagan tomoqlarni mush salonga yo'llayman. Samsoqni ushshaq chanab tayyor qilib olib, qiziq mayda ko'ydirib olamiz. Ayrim bir qachiga azroq toz, jijang, vejang, yana azroq xo'jafin, azroq suv qo'yib aralashtirib olamiz. Ondan biz ko'ydirib tayyor qilib olgan samsoqning tüpsüq qo'yamiz. Ondan buningga 2 qo'shiq yog'lar solamiz. Ondan 4 qo'shiq ochiq suv qo'yamiz. Ondan ham yerini tekshir aralashtirib bo'lgandan keyin biz tayyor qilib olgan lamponing tüpsüq qo'ysak bo'ladi. Ondan tüpsiga yana azroq osh ko'k chechib qo'ysak nihoyat ko'rkam chiqadi. Yoqtirgan bo'lsangiz meni qo'shib oling, keyin izlagan topolmay qolasiz. Men yo'llagan tomoqning hammasi birinchi bo'lib fins uchun deymizmi do'yinda. Shu top qo'paradi. Shunga shu fins uchunni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Fins uchunga qanday qo'shilishni bilmay qolsangiz, menga ayrim xat yozsangizlar tüpsida ko'rinib turadi. Unda bo'lsa keyingi mazmunga diqqat qilinglar, keyingi mazmun texmi yaxshi.